endi hayotda narsalardan ruxsat bersak. Hozir 123 million pul bularni o'zi 8 oyga yetadi. Bu o'sha pullar qarab kelib chiqib 123 million chegirma hisob tushmayapti o'zi. Bu hozir o'sha qoladigan, tumanga qoladigan mablag' bo'ldi. Uni tasdiqlab beramiz. Qo'shimcha mablag'ni yo'naltirish bo'yicha kengashga ko'riladi. Shuni hisobdan so'rayapmiz. Ana shuni hisobdan so'rayapmiz. Boshqa esa endi bularni hozirgi mablag'ni o'zi o'sha bor narsaning imkoniyatini beryapti. Mana shu pulim bor deb. Agar puli siz aytganda bo'laydi 200 million ham qo'yish mumkin. Lekin 123 millionga to'xtayapti. Demak, mana bu narsani avval qo'shimcha ortib qoladigan mablag'lar paydo bo'lgandan keyin qaror qabul qilish mumkin. Xuddi shunday. Hozir biz qaror qabul qila olmaymiz. Mana shuni kelasi yildagi hayotning qismidan bir qismini beraman deya olmaymiz. Demak, bizga ro'yxatga to'xtar ekan. Yana takliflaringiz bo'lsa aytinglar. Qachondir qo'shimcha mablag'lar paydo bo'ladi. Keyin yoshlar agentligi sessiyaga masala kiritadi. Ana uchun mana bu yerdagi masalan 500 million ortiqcha qo'ygan mablag'da 100 millionni mana shu sohaga berishni so'raymiz deb masala kiritadi. Doimiy komissiya ko'radi. Ana shu vaqtda keyin bu masalaga borishimiz mumkin. Yo'q, bo'lmaydi. So'raydigan bo'ladi. So'raydigan bo'ladi. Mana so'raylik bo'ladi. So'raylikdan ham olsak bo'ladimi? Xudo xohlasa keyingi mana birinchi o'rak yakunini mas'ulchilar chiqarsin. Keyingi sessiyada yana ko'rib chiqamiz. Takliflar kiritaman. Shunday bo'ladi. Ana shunday qilib to'g'ri bo'ladimi? Hurmatli deputatlar. So'raylikka berish. Qonuniy holatda. Rahmat. Ushbu kun tartibidagi masala bo'yicha kengash qarorini qabul qilishimiz kerak. Doimiy komissiya tomonidan bu qaror loyihasi tayyorlangan, sizlarga yetkazilgan. Qaror loyihasi bo'yicha yana bir taklif bormi boshqa? taklif hozirgidan taklif endi buni yangidan bo'ladi. Bu aytiladigan. Hozir mana ichidagi yechim topolmadik. Biz o'z majburiyatini qilsak, kimdir o'z ishni bajarish kerak. Bu qarordan tasdiqlangan. Rahmat. Boshqa takliflar bo'lmasa, qaror loyihasini asos uchun qabul qilinsin degan taklif bor. Bu taklifga qo'shilganlar qo'shimchalar tasdiqlanishini qarshilar, betaraflarga hech kim qarshi emas. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi 7-masalani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tadbirlar to'g'risidagi P.Q.48 qarori ijrosini Vobkent tumanida ta'minlash to'g'risida axborot berish uchun siz Vobkent tuman hokimining qurilish to'siqlar yaratish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosar vakili kelganlar Shuhrataka Jamilovga so'z. Marhamat. Assalomu alaykum, sessiya ishtirokchilari. Xabarlarimiz bor, keyingi yillarda ko'p qavatli uylarni, hududlarni obodonlashtirish, ko'p qavatli uylarda yashovchi aholining sharoitini yaxshilash bo'yicha juda ko'p keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Shulardan bittasi O'zbekiston Prezidentining 2026-yil qabul qilgan 48 qarori ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. Respublika byudjetidan ko'p qavatli uylarni, hududlarni, infratuzilmalarni rivojlantirish uchun 26-27 yillarda mablag' ajratish rejalashtirilgan. Shunga asosan biz tumanimizda 26-27 yillarda jami 926 million, shundan 26-yilda 365, 27 yilda 160 million mablag' ajratish rejalashtirilgan. Bundan tashqari ko'p qavatli uylar hududida yashil makon loyihasi doirasida yashil bog' tashkil etish belgilangan. Bizda ham Sharimgaron mahalla 83-uy hududida 700 kvadratli maydon ajratilgan. Shunga yashil bog' tashkil etish uchun. Buni o'sha byudjetdan 250 million
mablag' ajratishi rejalashtirilgan. Shuningdek, 7 ta ko'p qavatli uylarni ta'mirlash ishlari uchun 4-7 million so'm mablag' ajratish rejalashtirilgan. Ro'yxatlari kiritilgan, qaror loyihasiga kiritilgan. Ana shu qarorda tasdiqlab ishlari ko'rilgan. Savollar bu. Deputatlar bu 48-qarorda ishlarga esa oldin bir ko'ruvdik. Bu ishani bir qismi qolgan. Bir o'sha oldingi sessiyada ko'rib chiqilgan masalani 48-qarorni ijrosini bir qismi qolib ketgan, o'shani qayta ko'ryapmiz. Eslarda bo'lar. Kimga nima savollar bor? Marhamat. Savol yo'q, o'zi mana qaysi hududda ish qilinishi kerakligini albatta deputatlarimiz qo'llariga tarqatilgan, lekin aytib o'tsangiz ham yaxshi bo'lardi. Biza kecha viloyat 48-qarorni o'tgan tuman qo'yibsizlar sessiyaga o'zlari beringlar, qayerlar qo'yilgan degandan keyin hech o'zimiz samoban o'zimiz chiqib ma'lumotlar ko'rdik. Notlar buyruqlarni rahbari bilan har bitta mahallada chiqib qaytimiz mahallalarni chaqirib biz deputatlar bu joyga nazoratga olamiz. O'sha yashil bog' qurilgan joyni ko'rsak 83-yildan keyin yana bolalar maydonchasi qo'yilgan. Ikkita juda bog' bo'lib ketgan yetoq tamom bo'lgan hojatxonalarni borib ko'rdik joyida. Haqiqatdan kerak bo'lgan o'sha uy joylarda ko'p qavatli uy joylarda yashaydigan aholini farovonligini oshirish uchun qo'yilgan juda ajoyib qaror deb o'ylaymiz biz deputatlar. Yo'lga chiqib ko'rdik. Doimiy nazoratga qo'yilamiz. Buni albatta tasdiqlashimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Doimiy ko'rib chiqilgan masala doimiy komissiyani xulosalasini bersangiz. Jabrayganlarga o'xshagan haqiqatan joyda bo'lib turdik, haqiqatan bolalar maydonchasi, hojatxonaga muhtoj ko'p qavatli uylarimiz. Men o'ylaymanki, shu yerda shu ishlar bo'lsa, judayam chiroyli holatga keladi, aholi farovonligi uchun va o'sha bolalarimiz o'ynashi uchun chiroyli maydonchalar bo'lsa, yaxshi ularni uylarni mana shu uchun deputatlarni shu qilamiz. Rahmat. Bu yerda doimiy komissiya tomonidan qaror loyihasi tayyorlangan, qaror loyihalari to'larga tarqatilgan. Haqiqatan qaror loyihasida ijrochilarga yuklatilgan vazifalar, majburiyatlar bor. Bu haqiqatan buni ijrosi bo'yicha deputatlarimiz qiziqsa yaxshi bo'ladi. Sababi o'zlarining okruglarida xalq ayni ko'p kvartiralar, xonadonlarda xalqning farovonligi komfortni oshishi, umumiy roziligi uchun prezident qarori bilan respublikadan ajratilayotgan pul. Shuni sarfiga o'zlari nazorat qilsangiz yaxshi bo'ladi. Qaror loyihasi pullarida bor. Takliflar bo'yicha asos uchun qabul qilinsin degan deputatlarimiz ko'rsatadi tartibda ishlari so'raydi. Rahmat. Qarshilar, rahmat. 8-chi masalamiz sessiya kun tartibidagi xalq deputatlari Voqea tuman kengashi huzuridagi yoshlar maslahat guruhi tarkibiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida. Axborot beruvchisi ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Oqoyev Olmatovich. Assalomu alaykum rais, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Endi bu Oliy Majlis Qonunchilik palatasini 25-yil 8-fevralda qaroriga asosan bizda o'sha deputatlar kengashining oldida Ustoz Shokir degan yoshlar kengashi tashkil etilgan edi. Buni tasdiqlab olingan edi. Bu faqatgina siz aytganda ayrim bir o'zgarishlar bo'lganligi uchun shuni mana hozir hammaga elektron shaklda tarqatilgan. Bu yerda o'sha nizomga asosan 25 ta deputat bo'ladigan bo'lsa, 50% oshmasligi kerak. Yoshlar o'sha bekitilganlar, keyin nizomga asosan mana shu yoshlar oliy ta'lim talabalari, o'sha yoshlar yetakchilaridan ijtimoiy soha
ko'proq e'tibor berilgan, ko'rib chiqamiz, yana hamma sohani qamrab olishga imkoniyat qilamiz. Keyin bu yoshlar agentligi bilan, tuman yoshlar agentligi bo'limi bilan kelishilgan holda maslahatlashib va undan tashqari partiya fraksiyalar bilan kelishilgan holda bu demak shakllantirilgan ro'yxat, 12 kishilik ro'yxat. Mana hozir agar ma'qul bo'lsa beraman, bo'lmasa elektron shaklda deputatlarimizga tarqatilgan. Amaga tarqatilgan amalarni tanishib chiqyapti. Beri rasmlar bilan Ma'lumot bor. to'liq ma'lumoti bilan, tug'ilgan yili bilan, qayerda o'qiydi, ishlaydi, hammasi keltirilgan. Faqatgina mana shu 12 nafar yoshlarimizni o'sha deputatlarimizga bekitilgan, deputatlar kim bilan ishlashini hammasi bekitib chiqilgan. Bitta yoshimiz, ikkita deputatimizga bitta yoshimiz to'g'ri kelyapti. Faqat o'sha birinchi shaklda o'sha 3 ta deputatimizga bitta yoshimiz to'g'ri kelyapti. Faqatgina endi tasdiqlab olish emas, taklifimizdan, fikrimizdan shuki, kelajakda shularga hamkorlik qilib ishlash kerak. Ertaga xudo xolasa mana shu yoshlarimiz ichida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari chiqadi degan umiddamiz, ko'proq chiqadi degan umiddamiz. Mana shu uchun yoshlarimiz bilan hamkorlikda ishlasak yaxshi bo'ladi. Mana shu yoshlarimizni tasdiqlab bersak ro'yxatga. Mana yerda yoshlar maslahatchilari masalan rahbari kelganlar Safarov Murodjon Begmurodov. Kelajak markazi Vokin tuman bo'limi direktori. Hammalar tanishlar, hammamiz taniymiz, birgalikda tumanda ishlaymiz. Tanımaganlar tanib olinglar, maslahat guruhi rahbari. Rahmat, sizlarga o'xshaydi. Biror bir taklif savollar bormi? Ma'qulmi? Bu masala bo'yicha doimiy komissiyamizni raislarimiz o'zlari axborot beryapti, o'zlari xulosalarni ham aytdilar. Agar ma'qul desangizlar, kengash qarorini asos uchun qabul qilsakda ma'qulmi? Ma'qul bo'ladigan bo'lsa ko'tarib tashlab berishasiz. Rahmat. Rahmat. Ko'pincha masalani ko'rdik. Hurmatli deputatlar, xalq deputatlari Vokin tuman kengashining 25-sessiyasi kun tartibida qo'yilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani olib borish yuzasidan sizlarga biror bir takliflar bormi? Agar boshqa taklif bo'lmasa, 7-chaqiriq xalq deputatlari Vokin tuman kengashining 25-sessiyasini yo'q deb e'lon qiladi. Barchalarga rahmat.